Assalomu alaykum. Hozir ingliz tilida yana kichkinalarim uchun ingliz tilida inglizcha, koreyscha, ruscha mana bunaqa kitobdan o'zi biz dars o'tardik. Ya'ni ichida hamma narsalari chiqadi. Yana so'zlar bundan tashqari повтори ham chiqadi. Bu kitobdan tashqari hozir endi mana bunaqasiga ham o'tdim. Nima uchun? Kichkina gruppalarga asosan, kattalarga emas, kattalar essentialda anaqalarda qoladi. Kichkinalarga bundan o'tdim. Sababi nimaga? Buni ichida grammatika hamma narsasidan ozgina keltirib o'tilgan ekan. O'shanligi uchun bundan ham ko'p yoqib hozirgi vaqtda ishlatishni endi boshlayapman. Xo'p, buni ichida nimalar bor ekan? Xo'p, birinchi verb alfabet, ya'ni alfabet. Keyingisi xo'p, alfabetda o'yin shaklidagi quvnoq alfabetlar va bundan tashqari sonlar, ya'ni cardinal, ordinal numbers, sonlar o'zini 3 ga bo'lib o'rganadigan bo'lsak, bu yerda 2 xil shakldagi sonlarimiz bor ekan. Keyingi o'tadigan narsamiz bo'lsa, ya'ni miqdor sonlar, ya'ni nechta, how many или how much. How many bilan how much bu kitobdan ham biz o'tsak bo'ladi. Buni ham ichida how many, how much bor, ya'ni bir qancha degan tarjimaga ega. Ikkitasini ichida почти bir xil narsa, prosta bu kitobda sal yoyroq ekan, bu kitobda bo'lsa sal qisqartirma shakllar ekan va bundan tashqari soatlar, ya'ni time, ya'ni vaqtga nisbatan ishlatiladigan so'zlar, miqdor sonlar bor ekan. Keyingisi o'tadigan narsa tartib sonlar. Ya'ni tartib sonlar. Misol uchun biz 1, 2, 3 degan bo'lsak, endi birinchi, ikkinchi, uchinchi so'zlarimiz sal o'zgartirroq bo'ladi. Ya'ni birinchi so'zini biz first deb tarjima qilamiz. Biz ikkinchi bo'lsa second bo'ladi. Ya'ni 1, 2 demaymiz, first yoki second. Mana shunaqa o'qiladi. Keyin yana which, ya'ni qaysi. Misol uchun qaysi, ya'ni birinchi, ya'ni как qaysi, nechanchi, misol uchun 4-chi, misol uchun 12-chi, mana shunaqa so'zlarcha. Или seasons, fasllar, and days of week, hafta kunlarimiz, colors, ranglari yoyuqroq ekan. Domestic animals, yovvoyi hayvonlar, uy hayvonlari, xullas hamma narsalar, ota-onalar, hamma narsa keltirilgan ekan. Oxirgi o'tadigan narsamiz bu to be, ya'ni yordamchi fe'l hisoblanadi. Ya'ni to be o'ziga qaysi zamonlarda ishlatiladi, o'ziga nimalar olinadi, o'shalar tushuntirib berilgan ekan. Hozir ayni vaqtda ikkita kitobdan o'tyapmiz. Buni endi boshladim.